Qatnashganlar sizlar bilan Reverchik. Bugun men eski Django Juvani 206 qismga xush kelibsizlar deyman. Hop, o'tgan qismda biz uy korpusini yasab olganmiz. Mana uy korpusi normalniy chiqqan. Endi bizga ko'proq qum kerak. Mana polni joyiga top-toza qilib tashlashimiz kerak. No, bizga o'tgan qismda kim ko'rgan bo'lsa, kimdir ko'rmagan bo'lsa, mana bunaqa daraxtlardan olib kelganmiz. Jungle chiqib oldi, shatta so'rib oldida. Uni ko'chatini olishdan chiqqanda. Abba, men bu yerga qo'ymas ekanman. Yer uxlab turadi. Mana bular so'q qo'yamiz. Bu endi suramizda qumni ko'proq olib kelib, keyin o'ylab ko'ramiz nima qilishni. Bolalar, bugun kim taniydimi yo'qmi bilmadim, YouTube'ga mashhur bo'lgan Zufler bugunmi Zuflerni streamer bo'ladi bugun. No, hozir o'zi boshlangan bo'lishi kerak. Soat 4:30gacha bo'ladi. Lobby qilaman dedimi, nimadirlar qilaman dedi. Shuning uchun kirib ko'ringlar. Yo'qsa подписка tashlashingizda chiqib qolmasin unga ham, menga ham. Eslardan chiqib qolmasin. Eslardan chiqadigan nima bu? Esdan tashlabdi. Rejimi kutmaylar. Menga ko'proq tosh kerak. Bu hali asosiy konimizga aylanish. Mumkin. Mana 8 kon. Konmas. Konga o'xshar ekan. Просто konmas. No, bizga endi peshka yasaymiz. Peshka qani? Peshkani qo'yamiz. Уже biz normalniy kuchayishga ulgurdik. Taxtali narsalar sekkangina qorish kerak. Qancha yetishini bilmayman. Shuning uchun oddiy daraxt bormi? Sosna. Hali bir o'zadan 2 ta 3 ta ekan. Tashavoramiz. 8 ta tashladim, yetar. Ammo bolalar biz nima qilib turishimiz mumkin? Biz jihoz o'ylab topib turishimiz mumkin. Menga bu va bu kerak. Chunki bular narsalar pajeratsiya bo'lmaydi. Luk. Hop. Bizga iloji boricha ko'proq sandiqlar kerak. Mana 4 ta sandiq. Bizlar sandiqxonamiz qayerda bo'lishi mumkin? Bu bo'lmaydi, bu. Bilmasdi bo'larkan. Bir 11, 12. Mana buni sakrash kerak. 3, 4.
Mana bizlar sandiqxonamizda. Nu, omborxona desa ham bo'ladi. Nu, endi bizga oynani oldi. Bittaga 16 soatlik olamizda. Astagina yopishga boshlaymiz. Mana bu yerga yopaylik. Nu, tugadi, namuncha tez tugaydi. Hayolda bo'lmagan narsalar bo'lib ketdi. Nu da bu yoqqa to'rttasini qo'ydik-ku. Yetmay turganda keshi qo'yish. O, bitta tomonimizda bo'ldi. Endi orqa tarafga shunda terlasam. Hop. Bu rosa sakin bo'larkanda o'zing kerak bo'lsa qilib olgandek narsa bo'ladi-da. Biz sandiqlarimizni qo'ydik. Bot ombor. Bot o'rmon bo'lsa, hop, bu yer ustaxona. No, biza bu yerda hali ko'p kuchayishimiz kerak ekan. Videomiz 7 minutlik bo'ladi. Bundan oshiqcha qilmayman. Videomiz shu yerda tugaydi. Keyingi safar o'yinlar qo'yamiz. Barchaga rahmat, sizlar bilan River chiqib qoldi. Barchaga xayr.